Nima bo'libdi? Erkak bilan O'zbekistonda maza qilib avtogonda kartishib joqdimi? Yo qattiqroq chaltiymi yosh boladan yana? Erkak bilan maza qilib chaltiydim. Nima bo'libdi? Bilat, ishlash kerak, ishlash kerak. Blogerlik qilmasdan ishlash kerak. Pornovkani qilish kerak. Ukam, boz gazini yosh boladan kaltay bizni sharmanda qilib maktablar adin ekspertga 100 million pul tikkanman qo'ram bo'ldi. Ketdi arqingdan. O'chir bo'ldi. Так что, do'stlar, kim bo'lsa so'm biqat etavermanglar menga. O tekshirsdan o'tib kerak ol odam to'g'rilashmay turib. Bugun misol gold tekshirsdan o'tmay qoldi. Bu o'tib kerak edi. Men действительно болеть etib o'tirdim goldqash, bu o'tib kerak edi. 5 şansa o'tsa kerak edi соперник. Suydi kerak edi. Tag'i birovмен to'g'rilashib, onda 5 şansa uru kerak edi. Сол кезде xalq, "Mama, erkak bo'lganda jig'dat, konkurentный boy bo'ladi" deb konkurentный boyni kutib edi. Hozir konkurentный boyni hech kim kutmaydi. Hozir aytyapti, bari aytyapti, erkak bo'lganga o'rin emas. Onday boy mаған da qiziq emas-da, mаған qiziq boylar kerak, konkurentный. Прям ажиотаж bo'ladi. Mega boyda biz просрали bugun-chi. Biz просрали bugun mega boyda. Потому что biz ikimiz to'g'rilsak, onday mega boy bo'lmaydi уже. Потому что bu bola debyutantdan o'tadi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Meni yaxshi ko'rib, meni uzoqdan kutgan kelganlar xumaringni sarson bo'lib, masalan, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Juda ham xursand bo'ldim. Aktaga unaqa to'lmagan ekan. Men aytamanki, nima deyman? Men partiyarim yo'q, kurashim yo'q, uni men va'dasiga ishongandim. Qo'li yo'q ishlaymiz degan edi. U MMA 3-4 ursa, u 3-4 ursa turdirar ekan. Men necha va men yutqazdim tan olaman. Lekin menga partiya yo'q, kurash yo'q. Sarson bo'lib kelganlar, meni boyimni ko'raman deb sizlar hammalaringizni yaxshi ko'raman. Dalishni inshaalloh yana harakat qilamiz. Revanch olamiz inshaalloh. Kurashlarni qo'yib, partiyadan qo'yib. Agar sizlar sarson qilib, sizlarning ishonchlarni oqlolmagan bo'lsa, meni kechiring.